Assalomu alaykum aka ovchilar. Tuzingizlar. Mana xudo xolasa bugun ovga keldik. Akalar mana bu tomondan kelsa, Farg'onada qovun sotadigan joy bilan kelinadi. Agar bu tomon bilan keladigan bo'lsa, Yangobod bilan kelinadi. Hech yurganda suv omboridan chiqish qo'yna varag'i bor. Shu yerdamiz aka-ukalar. Xudo xolasa Ilonboshga keldik. Nasib bo'lsa chiroyli natijalar qilib, chiroyli ovlarni qilib ko'rsatib qo'yib boraveramiz. Like bo'lib, barakni bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar aka-ukalar. Endi qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ushlashga harakat qilamiz. Avvalambor nasib deydi-yu. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Suvimiz ham bugun o'ta go'zal. Suv ko'p ekan. Mana shu kerakli joyga tushirsak. Nima o'zi og'zi yirtilib ketgan deb turdi, chiqib. Mana qarasang. Shu tushgan. Qaytib chiqib ketishar pastda bo'lganda o'sha. Qimildab yotgan ekan. Purchagim bilan uzib ketdi. Sazanchani qaranglar. Ko'raman, nima qiladi, ko'rim. Bak, optolaychi. Aka-ukalar. Xohlasa pochinlarni ham boshladik. Bitta uzib ketdi boshida. Endi sekin chiqarish kerak buni. Katta deganlar. Ana baliq qasazan.
Balığı ham bor, eng qizig'i. Balığı ham bor. Ha, qamishdan bilasiz qopdi-da. Eng yomoni mashina. O tagiga o'tib ketib qolganmishdi. Ana xuchdi. Shu qopdi. Mavlon? Qo'y. O'z oydilda bir tutdim deng. Vo, ichkariga kirib ketdi. Aytdim senga ilon bosh tushdi. Sera qarmog'iga shoshibdi. Akalar, xudo xolasa mana yangi tochkaga Sazanga keldik, oldin keladi bu yerga. Agar natijalar bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib boraveramiz. Asosan Sazan yaxshi chiqardi. Oldin endi nari ilon bosh yaxshi bo'lmadi. Akalar, mana yangi tochkadan sazanchamiz